Aziz tomoshabinlar, to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda omon-omonni tomosha qilyapsiz va fursatdan foydalangan holda biz kutilmagan jarayonni guvohiga aylanamiz. Ya'ni biz aslida har doim o'tkaziladigan aksiya jarayonidamiz, biroq sizga yuqorida va'da qilingan aziz mehmonimiz Nargiz uchun taqdim etilgan sinovlardan biri mana shu edi. Ya'ni kutilmagan jarayonga tezkorlik bilan moslashish sharti. Mana Nargiz aksiya o'tkaziladigan joydalar va ulardan hozir ma'lumotlarni qabul qilamiz. Endi siz faqatgina televizorni shunchaki tomosha qilmaysiz, balki sovg'alarni ham yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Qanday qilib deyapsizmi? Buni javobi bor. Omadli tomoshabin aksiyasi bo'lib o'tyapti ayni mana shu telekanalda va har kuni omon-omon dasturida uni g'oliblari aniqlanyapti. Qimmatbaho sovg'alar qo'yilgan. Agar siz har kuni 16:00 dan 18:30 ga qadar Mening yurtim telekanal tomosha qilsangiz va u yerdagi maxsus kodlarni, sirli raqamlarni belgilangan joylarga yuborsangiz sovg'a g'olibiga aylanishingiz mumkin. Albatta, maxsus bot orqali ishtirokchiga aylanasiz va aylanganlar bor bizda Nargiz. Keling hozir omadlilardan birini aniqlasakda, televizorni o'z egasiga topshirsak. Ko'rib turibsiz, bir qancha texnik qurilmalar turibdi, undan tashqari 50 million so'm pul turibdi va ularning egalarini birma-bir kunma-kun aniqlab boryapmiz. Bugun esa televizor sohibini aniqlaymiz, uning uchun esa monitorga qaraymiz va tasodifiy aniqlash tizimi bizga raqamni aniqlab beradi. Xo'sh, o'sha ballarni yiqqan, kerakli bo'lgan raqamlarni maxsus botga taqdim etgan muxlislarimiz ichida kimning omadi kulib boqadi? Marhamat, taqdim etilsin. Xo'sh, hozircha hammasi 0. Kod aniqlashni boshladi. Demak 99 kodi orqali 0222 raqami egasi. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Nargiz, texnik jihatdan bizga ma'lumotlar taqdim etiladi hozir. Ular juda ham tezkor ishlashadi. Aynan mana shu raqam egasini ma'lumotlari bizga taqdim etilishi kerak. Va ma'lumot yetib keldi ham. Demak, G'iyosjonni tabriklasak bo'ladi. Turdiboyev G'iyosjon. Ular Sirdaryo viloyatida istiqomat qiladilar. Hozirgacha to'plagan ballari esa 80 ballni tashkil etadi. Bugun ular televizor sohibiga aylandilar va biz ularga hozir tezkorlik bilan qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Bizda chaqiruv doklari. Agarda siz ham ularning o'rnida bo'lishni istasangiz, belgilangan vaqt oralig'ida hushyor bo'ling va raqamlarni maxsus botga taqdim eting. 0222 raqami egasi. G'iyosjon, agarda omon-omonni ko'rayotgan bo'lsangiz, biz sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Javob bering, televizoringizni qabul qiling. Albatta, endi ertalabdan har xil holat bo'lishi mumkin. Abonent bilan vaqtincha Yo'q, ular javob bermadilar. Anketa to'ldirilayotgan paytda qo'shimcha raqam ham so'raladi Nargiz. Biz ikkinchi raqamga ham qo'ng'iroq qilib ko'rishga urinib ko'ramiz, chunki birinchi raqamdan javob bo'lmadi. Xullas har qanaqa yo'l bilan sizni bezovta qilamiz. G'iyosjon, javob bermasangiz bo'lmaydi. Bu lekin so'nggi urinish, ta'kidlab o'taman, javob bersangiz televizor yutib olganligingiz haqidagi ma'lumotni yetkazmoqchimiz. Agarda javob bo'lmasa, mutaxassislarimiz efirdan keyin albatta bog'lanishadi va televizorlarni topshirishadi. Demak, Sirdaryodagi mutaxassislarimizga murojaat qilishimiz kerak bu uchun va sovg'ani topshirib qo'yishadi. Menimcha ular uxlayapti, Nargiz. Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayapman mana. Xo'sh, siz ham yutib olishni istagan bo'larmidingiz mana shunday sovg'alarni? Xohlamaydi. Ayniqsa biz odatda vaqtni bekor sarflayapmiz deb o'ylab qolamiz, televizor ko'rayotganimizda. Lekin mana shunaqa maishiy texnikalarni yutib olish imkoniyati bor. Albatta. Shunchaki televizor tomosha qilib yutib olish maza bo'lsa kerak. Televizor tomosha qilib televizor yutib oldilar hozir G'iyosjon. G'iyosjon, tabriklaymiz. Garchi javob bermagan bo'lsangizda, balki bu holatlarni qaytarib ko'rarsiz, balki oila a'zolaringiz, qo'ni-qo'shnilaringiz seni aytishdi deya murojaat qilishar va albatta eng asosiysi siz o'sha televizorning egasisiz. Mutaxassislarimiz bog'lanishadi, qabul qilib olishingiz mumkin. Agarda G'iyosjonga havas qilib turganlar bo'lsa, shartni batafsil tanishib olish uchun yaxshilab rolikni tomosha qilishsin, eshitsin. Marhamat.